Salom hammaga aziz do'stlar. Siz iTunes kanalidasiz. Mening ismim Pavel va bugun bizda noodatiy bir ko'rib chiqish bo'ladi. Nega u noodatiy ekanini birozdan so'ng bilib olasiz. Va biz mana shunday ulkan bir serial akustika liniyasini ko'rib chiqamiz. Men umidli ko'rmayapman. Sen olib katta seni shaharlar va ko'plab minoralarni olib kelish mumkin. Sizda vudu bor, menda esa bor. Men mijozni izlayotganda ahmoq emasman. Ularni sotib olishlari uchun ular kerak. Baland yuz bilan. Olovli sumkangizni oching. Men pul ishlay olaman va ozgi string darslaringizni olib keling. Qanday qilib? Dada qanday qilib? Ko'rib turganingizdek, liniya haqiqatan ham juda keng. Hamma narsa stolga sigishi uchun hatto mashinkani olib tashlashimga to'g'ri keldi. U to'qqizta modelni o'z ichiga oladi. Lekin nega stol ustida 8 ta deb so'raysiz? Mana shu yerda aynan nima uchun bu ko'rib chiqish noodatiy ekaniga yetib keldik. Haqiqatan ham hozir bolalarni ekrandan uzoqlashtiring. Bunday ma'lumotni odatda faqat yopiq Telegram kanallarda ko'rsatishadi. Hammasi tayyormi? Bolalarni olib chiqdingizmi? Qarang. Mana bu 10 dyuymli koaksial dinamik. Bu sizga qanday yoqadi? Elon Musk. Umuman, sizlar bunaqasini biror joyda ko'rganmisiz? 10 dyuymli koaksialmi? Spoiler, u shunday baqiradiki, hurmatim oshadi. Haqiqatan ham baland ovozda. Braziliya devorlari salom. Hozircha uni chetga olib qo'yaman. Unga birozdan keyin yana qaytamiz. Aytilganidek, bu liniyada 9 ta model bor. Hamma dinamiklarimiz koaksial faqat bu 6.2 siq modelidan tashqari. Bu ikki polosali komponentli akustika. Xo'sh, an'anaga ko'ra avval komplektatsiyasini ko'rib chiqamiz. Aslida har bir qutini ochib sizga ko'rsatishning ma'nosi yo'q. Chunki bu juda ko'p vaqt oladi. Bitta model misolida ko'rib chiqamiz va keyingi bosqichga o'tamiz. Bu uchun PIB25 03 ga modelini tanlaymiz. Bu 10 dyuymli koaksial dinamik. Toplamda o'zi dinamik, himoya panjarasi, ulash uchun simlar. Bu katta qulaylik. Alohida sotib olishga hojat yo'q. Mahkamlash elementlari, foydalanish bo'yicha qo'llanma va kafolat taloni bor. Komponentlardan tashqari barcha modellarning konfiguratsiyasi o'xshash. Komponentli variantda past va yuqori chastotalarni ajratish uchun crossoverlar qo'shiladi. Endi esa konstruksiya haqida gaplashamiz. Dinamiklar shtamplangan korzinaga ega. U antirezonans qoplamasi bilan qoplangan. Diffuzori qog'ozdan, rezina podvesga ega. Orta va yuqori chastota qismi maylardan tayyorlangan. U qanday yaltirab turganini ko'rish mumkin. Va darhol ovoz sifati haqida 1-2 so'z aytib o'taman. Bu men aytardimki, yapon maktabi, ya'ni agar siz Pioneer, Juji, Kimball va shunga o'xshash yapon ishlab chiqaruvchilarning akustikasini o'rnatgan bo'lsangiz, e'tibor bergansiz, ularning orta va yuqori chastota qismi odatda maylardan yoki boshqa biror kompozit materialdan, masalan, alyuminiy yoki yana boshqa narsadan tayyorlangan bo'ladi. Shunday orta va yuqori chastota qismiga ega akustika yorqin va boy ovozga ega bo'ladi. Ya'ni orta va yuqori chastotalar yaxshi ifodalangan bo'ladi. Bunday akustikaning o'ziga xos hayajonli taqdimoti bor. Qog'oz diffuzori esa yetarlicha yengil bo'lib, ovozimizni yaxshi past chastotalar bilan boyitadi. Komponentli akustikada Twitter ipakdan tayyorlangan. Bu esa yumshoq va batafsil ovoz beradi. Diffuzor esa preslangan armaturalangan qog'oz texnologiyasi asosida tayyorlangan. Ya'ni bu yerda podves biroz og'irroq. Shuning uchun dinamik, ayniqsa kuchaytirgich orqali ulansa, juda ko'p past chastotalarni beradi. Endi mana shu kichkintoy haqida gaplashamiz. Bu yerda podvesimiz kopiklangan rezinadan, diffuzor esa qog'oz, preslangan qog'ozdan tayyorlangan. Yuqorida aytganimdek, akustika juda baland. Men studiyada bitta dinamikni yoqqan edim. Jin ursin, bu juda baland. Mid juda yaxshi panch ega va o'rtacha hamda yuqori chastotalar aniq eshitiladi.
Rostini aytsam, musiqa eshitish uchun hatto o'rta va yuqori chastota diapazonini biroz pasaytirganman. Umuman olganda, TB liniyasi ozi juda uzoq vaqtdan beri ishlab chiqariladi. Agar adashmasam, bu uning 3 yoki 4 iteratsiyasi. Doim yangi modellari qo'shilib boradi. Xuddi shu 10 dyuymli koaksial dinamik kabi. Barcha akustika juda yaxshi sezgirlikka ega. 88 dan 93 desibelgacha. Bu esa uni kuchaytirgichsiz ham eshitish imkonini beradi. Bundan tashqari, ozi ham yetarlicha yuqori yigilish sifatiga ega. Shuning uchun avtomobilingizda uzoq xizmat qiladi. Aytgancha, deyarli unutib qo'yishi mumkin edi. Barcha akustika to'plamiga mana shunday panjaralar qo'shib beriladi. Butunlay har qanday o'lchamda 10 dyuymli dinamik bo'ladimi yoki 4 dyuymli dinamik bo'ladimi, to'plamda himoya panjarasi bo'ladi. Endi esa tinglab ko'ramiz. Subtitrlarni Dimator-Zog tayyorladi. Ushbu subtitrlar Dimator-Zog tomonidan katta e'tibor va aniqlik bilan har bir so'z va gapning to'g'ri tarjima qilinishiga alohida ahamiyat berilgan holda tayyorlandi. Dimator-Zog bu ko'plab filmlar va videolar uchun sifatli subtitrlar yaratish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan. O'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan subtitr muallifi. Ushbu subtitrlar tomoshabinlarga mazmunni to'liq va aniq yetkazib berish uchun ishlab chiqilgan. Xulosa qilamiz. Agar hozirda o'z avtomobilingizdagi standart dinamiklarni almashtirishni izlayotgan bo'lsangiz, seriyali akustikaga e'tibor qaratishni tavsiya qilaman. U yuqori sezgirlik, tafsilot va ovoz sifatiga ega. Shuning uchun katta mablag' sarflamasdan audio tizimingizni ancha yaxshilashingiz mumkin. Muhim eslatma: 1-maydan 30-maygacha saytimizda Gromkevesni promo kodi bilan buyurtma bersangiz, buyurtmangizga 20% chegirma olasiz. Shuning uchun aynan hozir mavsumga tayyorlanib, shunday ajoyib chegirmaga ega bo'lish uchun buyurtma berishning eng yaxshi vaqti. Siz bilan birga Pavel Atv kompaniyasi edi. Tomosha qilganingiz uchun hammaga katta rahmat. Bu videoga albatta yoqing. Izohda yozib qoldiring. Bizning akustikamiz sizga qanday yoqdi? Ushbu rolikni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ling. Baland tinglang, zavq bilan tinglang. Hammaga xayr. 100 USD.